Izboskan tumani axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Tumanimiz ijodkori Nabi Jaloliddinning Jallod ayol kitobiga buktreyler. Qissada 80 yoshli koreys ayolining boshidan o'tgan ayanchli qismati va jallod ayol bo'lishiga sabab bo'lgan taqdiri o'zi tomonidan hikoya qilinadi. Asar qahramoni Anjelina Ikkinchi jahon urushi vaqtida akasi bilan Toshkentdagi bolalar uyida tarbiyalanadi. Ota-onasi kimligini bilmagan aka-singil urushdan keyin ham shu yerda qolib ketadi. Bolalar uyining bosh oshpazi Rinat Jelani yoqtirib qoladi. Jeladan anchagina katta bo'lgan Rinat Jelani sovg'alar, shirin taomlar bilan siylaydi. Bu borada Jela uni yoqtirib qoladi. Lekin Rinat tomonidan aldangan qiz bu muhabbat soxta ekanligiga amin bo'ladi. Baxtiyor kunlari qora kunga almashadi. Yuragi go'yo tosh qotgan qizga aylanadi. Shu kunlarda bolalar uyiga Davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlardan, harbiy idoralardan mehmonlar kelib turardi. Shunday tashriflarning birida Jela bilan suhbat olib borildi. Unga kim bo'lishini so'radi. U esa shunday javob berdi: "Sizga o'xshab odamlarni saralashni va hukm chiqarishni xohlayman." Anjelina niyatiga yetadi va Ukrainaning Xarkiv shahridagi oliy militsiya maktabiga imtiyozli o'qishga kiradi. 50-yillarda butun mamlakatda turli jinoyatchilik avj olgandi. Jinoyatchilarning asosiy qismi oliy jazoga hukm etilar. Bunday vazifani bajarish uchun Jela kabi mutaxassislar zarur edi. Jela oliy maktabni a'lo darajada bitiradi va 1960-yilda Toshkentga tayin etilgan qamoqxonaga o'lim jazosini ijro etuvchi vazifasida ishlash uchun keladi. Bu paytda qiz allaqachon sirtdan jallodga aylanib bo'lgan edi. U kichkina joni bilan qasos o'tida yonar, odam o'ldirish kasbi koriga aylana boshlaganini anglamasdi. Anjelina bu qamoqxonada 36 yil ishlaydi va 1000 ga yaqin odamni qatl etadi.